Hay. Jinni bozorga keldik. Odam endi shuncha ko'pda bu yerda. Hozir qarangchi. Nomi g'alati ekan jinni bozor. Nimaga bu jinni bozor deb? Nimaga jinni bozor deb qo'yilgan, shuni ham bilib aytganga harakat qilaman, chunki o'zimga ham juda qiziq. Samarqandda jinni bozor. Masalan, bizda bor edi, men kichkinaligimda O'ris bozor derdi. U O'ris bozor degan har pятница kuni O'ris bozoriga borishar edi. Bu yerda nima uchun jinni bozor? O'ris bozor degani endi ruslar narsalarni olib kelib sotardi-da. Ruslarda narsalari ko'p edi, shuning uchun. Bu yerda jinni bozor. Nima jinnilar narsa olib kelib sotadimi? Nima tushunmadim. Avval pulsa bor haftaga. Samarqanddagi jinni bozor. Hozir samarqandlik ayamdan so'raymiz, nima uchun jinni bozor bo'lib nomi atalib qolganini. Mendan boshqa hamma narsa bor endi. Dublonka, mublonka bir narsalar. Voy, o'lim qo'ynadi. Hozir samarqandlik ayam yoniga boramiz. So'raymiz, nima uchun jinni bozor deb atalib qolgan. Hozir boraymi? Aya nimaga jinni bozor deb nomi atalgan? Sababi nima? Narsani olib kelib turib arzon sotadi, biroq qimmat sotadi. Qimmat arzon sotgani uchun jinni bozormi? Qimmat yo arzon har xil sotgani uchun, shuning uchun anaqa bahosi har xil narsalar bo'lgani uchun jinni bozor deb atalar ekan. Bilmadim. Qiziq juda.